Bir günü Musa aleyhisselam Beni İsrail'ini cemlep şu sahrada eleştirilgen 40 yıllık müddetinin içinde bo'layotgan voqea. Beni İsrail'ini cemlep xutba qildi. Chiroyli va'zlar aytdi, nasihatlar qildi. Qavm Beni İsrail qattiq ta'sirlandi. Ko'zlaridan yosh oqib, qalblar yumshab, yig'lashdi. Musa aleyhisselam sekin xutbalarini tugaganidan keyin ketayotganida orqasidan bir kishi yugurib keldi-da, "Ey Allohning payg'ambari" dedi. "Bu sizdan ham ko'p biladigan odam bormi?" dedi. Deb so'radi. Musa aleyhisselam Allohning payg'ambari, to'g'ridan to'g'ri Alloh bilan gaplashgan zot, Alloh taolo Tavratni bergan. Endi u payg'ambardan ortiq biladigan kishi bor deyishlik andomal. Lekin Musa aleyhisselam Alloh biladi deb ham aytmadi-da, yo'q dedi. Mendan ortiq biladigan yo'q dedi. Negaki o'zini payg'ambardan ortiq kishi bo'lmasa kerak deb o'yladi Musa aleyhisselam. Mendan ortiq biladigan kishi yo'q deganida Alloh taolo Musa aleyhisselamning shu gapini ayb sanadi. Durust gap aytmadingiz dedi. Chunki Allohga topshirishingiz kerak edi. Hech bo'lmaganda Alloh undan ortiq biladi deb aytish kerak. Yoki Allohu a'lam, Alloh biladi, mendan ortiq biladigan bormi yo'qmi Alloh biladi deyish kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomni nima qildi? Haligi gapini aybladi-da, "Ey Musa" dedi. "Sendan ortiq biladigan kishi bor" dedi. "Sen" dedi, "Majma'al Bahrayn ikkita dengizning tutashgan joyi dedi. Qizil dengizdan yana bir dengizni aytadi, shu ikkisining tutashgan joyiga borasan" dedi. Qanaqa topaman bu yerda dedi Musa alayhisalom. Qanaqa topaman deganda o'zim bilan bitta dedi hut, baliq. Ba'zilar aytgan baliq o'lik baliq degan. Ba'zilar tuzlangan baliq degan. Shuni nimaga solasan? Anaqaga savatchaga solasan degan. Savatchaga solib shu baliqni ko'tarib ketasan. Qayerda shu baliqni yo'qotsang, baliq yo'qolgan yerda o'sha kishini topasan degan. Eng sendan ko'p biladigan kishini topasan degan. Mana shu voqeani bizga Qur'on bayon qiladi. "Va qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdiya huquba." Musa alayhisalom o'rgash. Yoniga o'zi bilan birga sherik oldi, sherigi Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun bu yerga payg'ambar bo'ladi Musa alayhisalomdan keyin. Yusha ibn Nunni yoniga sherik qilib oldi, qo'liga savatchani ushlab baliqni. Ushlatdi-da aytdiki Musa alayhisalom yigitiga fata o'sha yigitga qarab turib aytdiki, "Yurishdan to'xtamay yuraveramiz" dedi. "To'xtamaymiz. Hatto ikki dengizning bir-biriga yo'liqgan joyigacha yurib boramiz. Yoki bo'lmasa amdi huquba degani huquq dahr, bir zaman, uzoq zaman bo'lsa ham yuramiz, shu kishini topmaguncha." Demak, juda ham uzoq masofa bo'lsa ham baribir shunga boramiz, shuni ilmini olamiz deyapti-da Musa alayhisalom. "Falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba." Ikkovlari yurib borishida nimaga keldi? O'sha dengizning tutashgan joyiga kelishdi. Shu joyga kelganida bular boshini ozgina nimaga qo'ydi? Toshga qo'yib uxlamoqchi bo'ldi. Musa alayhisalom uxladi, lekin Yusha ibn Nun uxlamadi. Shunday turganida baliq qimirladida savatchadan sakrab chiqib dengizdan o'z yo'lini oldi. Dengizda yo'l oldi dedi. Sarala degan hech kim ko'rmasdan sizib dengizga kirib ketdi dedi. Yushalikni ko'rib qoldi, haligi dengizga tushib ketgan. Ba'zilar aytadi shu yerda hayot suvi bor edi. Alloh a'lam. Tafsirlarga keladi. Shu yerda bir suv bor edi, u buloqning suvi nima narsaga tegsa tezda o'stiradi, yerga tegsa o'simlik o'sib chiqadi. Shu suv kelganida sochilib hali baliqqa tirilib ketdi. Alloh a'lam. Chunki u suv bo'lmasa ham Alloh subhanahu va taolo baliqni tirilishiga haqida xabar bergan. Shu baliqni yo'qotgan yeringda topasan degan. Demak,
Ozgina uxladi, o'rnidan turganidan keyin esidan chiqib qoldi. Hali baliqni suvga tushib ketganligini aytishi. Musa alayhisolamga aytib esidan chiqdi, yana sevachasini ko'tarib yurib ketishdi. Fa qala li fatahu ancha yurdi, bir kun, bir kecha, bir tun yurdida ancha masofa yurgandan keyin ertadan bo'lganda Musa alayhisolam aytdi yigitiga qarab o'sha yonga قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Ey dedi yigitcha, endi ertalabki nonushtan olib kelgan yevalarga juda ko'p yurdik, qarni ochdi va bu safarimizda dedi, judayam mashaqqatli bo'lgani uchun nasob degan qiyinchilikka yo'liqdik dedi. Juda qiynaldik dedi. Bu kishini topguncha ancha qiyinchilikni ko'rdik. Endi bir ertamangi nonushta yevalaylik dedi. Shunda nonushtan aytganidan keyin yumshoq ilmni nima esiga keldi? Baliqni yo'qotgan. Qala ara'ayta in awayna ila safra fa inni nasitu al-hud. Ko'rmaysizmi dedi. Haligi toshga boshimizni qo'yib yotgan joyimizda sahra, o'sha katta tosh. Shu joyda men haligi baliq tushib ketganligini dedi, ko'rib esimni chiqib qoldi sizga aytishdi. Baliqni yo'qotganligimizni aytish esimdan chiqib qoldi. Fama ansanihu illa shayton an azkura. Shayton meni shuni eslashdan nima qilib unuttirgan shayton bo'ldi. Shayton esimdan chiqardi. Vattaqala fil bahri ajaba. Baliq dedi, sekin dengizga tushib suzib ketib qoldi dedi. Va bu ajoyib ish bo'ldi dedi. O'lib yotgan baliq tirilib ketganligi ajoyib ish bo'ldi. Deganida qala zalika ma kunna nabghi. Musa alayhisalom aytdi, biz dedi, mashina haqlayotgandik dedi. O'zi baliqni yo'qotishni haqlayotgan edik. Ma kunna nabghi. Fatadda ala atharihi qasasa. Aytdi, tez orqamizga qaytaylik. Qayerda baliqni yo'qotgan bo'lsak, shu joyni adashib qolmasdan topishimiz kerak dedi. Atharihim o'sha kelgan izlariga qarab, mana yerdan kelibmiz, mana yerga bo'libmiz deb bir-biriga qasasa, shu izlarini qissalab, mana yerdan kelganmiz, mana deb qaytadan izga qarab bo'ldi. Kelgan izdan orqaga qarab qaytishdi. Ikkovlari kelishdi. Baliq tushgan joyga yetib keldi. Baliqning yo'qolgan joyiga kelsa, "Fawajada 'abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa lam min ladunna ilma." Shu yerga kelgan vaqtida biz o'zimizni huzurimizdan bo'lgan rahmatimizni bergan edik va o'zimizni huzurimizdagi ilmni bergan bir bandaga yo'l qo'shdik. Abd, bir banda. Payg'ambarga demayapti. Hazratni Alloh taolo payg'ambar demadi. Bir solih bandaga nazarda yo'l qo'ylar dedi. Qala Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Musa alayhisalom haligiga keldilar. Oldiga kelgandan keyin salom bergan ekan haligiga. Assalomu alaykum deb Musa alayhisalom salom berganda, Hazrat alayhisalom va anna bi ardika salam. Bu yerlarda mana salom qayerga kelib qoldi? Mana salom hech kim bermaydi bu joylarda. Deb darhol boshqa bir nima shaharning odami ekanligini bilib, kimsan sen dedi. Deganda Musa alayhisalom Musoman dedi. Musoman degandan keyin Hazrat alayhisalom aytgan, Musa nabiy Bani Isroilning payg'ambari Musomisan deb so'radi. So'raganda ha dedi Musa alayhisalom. Keyin Musa alayhisalom aytdi, Alloh sizga bergan rushddan, to'g'rilik, ilmdan shuni o'rganishingiz uchun, siz menga ta'lim berishingiz uchun shu ilmni sizga ergashsam ruxsat berasizmi dedi. So'rayapti-da, ilmingizni olsa ruxsatmi deyapti. Musa alayhisalom payg'ambar ilm talabida yurganligini ko'ring. Biz buni foydalariga keyin to'xtaymiz. Qissani aytib olganmiz. Demak, Musa alayhisalom nima dedi? Sizni Alloh rushd hidoyat bergan narsalarni menga ta'lim berishingiz uchun orqangizdan ergashsam maylimi dedi. Qala innaka lan tastati'a an sabra. Aytdi, sen men bilan yurishlikka, bu ilmni olishga sabring yetmaydi dedi. Sabring yetmaydi. Keyin aytdi, ey Musa dedi. Seni ilming, senga shunday ilm berilgan, u menda yo'q dedi. Menga shunday ilm berilgan, u senda yo'q dedi. Hazrat alayhisalom aytdi, Musa payg'ambarga aytdi. Menga berilgan ilm senda yo'q, senda berilgan menda yo'q. Va kayfa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra.
sen hali bo'ladigan men bilan yurganda bir voqealar bo'lsa, buni xabarini bilmaysan sen. Qanday bilmagan narsaga sabr qilaman deb aytyapsan. Hali ertaga shunaqa narsalar bo'lsa, sabr qilmaysan desa sabr qilaman deyapti Musa alayhisalom. Aytki, sen uni xabarini hali bilmaysan, bilmagan narsalarga qanaqa sabr qilasan? Satajiduni inshaalloh sabira va la a'sila amra. Aytki, inshaalloh ko'rasiz sabr qilganimni deydi. İnşallah görəsən qiyamda sizni işlərinizdə, yəni sizə asilik qılmayman deyir. Yolda heç bir sizə qarşılık qılmayman, asilik qılmayman deyir. İddialara yəni dengizli şəkildə sahildə getirkəndə bir beçara miskinlərin keməsi var idi. Şu kemədə dengizə girib balık avlab, balık satıb, bala çaqasını terlətib turgan beçara miskin kambag'allar. Shular ko'rdida Hizr alayhissalomni tanishdi. Shunday odamlar Hizr alayhissalomni tanishdilar. Darrov o'tiring bizlar, o'tiring deb solih kishi bo'lgani uchun hurmat bilan kemaga mindirdi. Tekin bepul kemaga mindirib, endi kema ozgina yurgandan keyin Hizr alayhissalom sekin kemani ostidan bir yog'ochlarni bir o'rnida sug'urib oldi. Kemaning ichiga suv kira boshladi. Kema halokatga uchrayib cho'kadi. Hizr alayhissalom kemani naqbol teshib qo'ydi. Fantalaqa hatta idza rakiba fi safina kharaqaha. Alloh taolaga yo'lda ketayotganda kemaga mindi. Kemaga minganda kharaqaha, kemani teshib qo'ydi. Musa alayhissalom chidab turadi. Tekin mindirsa, tekin olib ketyapsa, yaxshilik qilsa, yaxshilik qilgan odamga yomonlik qilib buni kemasini teshib qo'yishlik deb Musa alayhissalom chidab turadi. Qala akharaqtaha li tughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Dedi bunu keşif, əhlini deyil, kemadagi odamlarni, əhlini, kemadagi odamlarni halok qilish uchun keşif qo'ydingizmi dedi. Nima qilganingiz bu dedi. Nima qilganingiz bu? Laqad ji'ta shay'an imra. Juda ham bir munkar, yomon ish qilib qo'ydingiz siz dedi. Hizr alayhissalomga, Musa alayhissalom. Ulamolar yana bir joyni mahv etadi. Nimaga deydi? Musa alayhissalom biz hammamiz halok bo'lamiz, nimaga tekshirsangiz deb aytmadi deydi. Hammamiz halok bo'lamiz dedi. Hammamiz halok bo'lamiz, g'arq bo'lamiz demadida kemadagilarni g'arq bo'lish uchun tekshiringizni deb aytyapti dedi. Nima uchun shunday? Kemadagilarni deganiki o'zlari ketadi degan. Kemadagilar deyapti, o'zlari kiradi deyapti, lekin ulamolar aytgan ekan, Qur'on iboralari daqiq deganda, juda ham nozik iboralar, har bir iborada, har bir so'zda ma'no bor. Musa alayhissalom degan ekan, hamma vaqt xalqni o'ylagan, odamlarga yaxshilik qilishni o'ylagan, hatto o'zini esdan chiqarib qo'ygan ekan deydi. O'zining g'arq bo'lishiga xayoliga ham kelmagan ekan. Shuning uchun kemadagilar qolib ketadi, nima bo'layapti deb shuni o'ylagan deydi. O'zini o'ylamagan ekan. Deb bilib qoldik, boshqa qilishimiz kerak demagan. Xalq hali bu kema cho'kib ana bo'lguncha biz yaltab qolishimiz kerak demagan. Musa alayhissalom kemalarda nima deganingiz bu xalq maydalar cho'kyapti-yu deb turgan ekanda. Firavnga o'sha birinchilar kiringlar demagan ekanda. Firavn xalqni kiringlar degizga deb o'z orqaga boshmoqchi bo'ldi. Musa alayhissalom shu nima qilgan xalqga haqiqiy rahim bir payg'ambar bo'lgan ekanda. Juda ham munkar yomon ish qo'ydingiz deganida aytdi, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aytmadimmi dedi, sen men bilan yurishga sabring yetmaydi deb aytmadimmi dedi. Deganida aytdi, la tu'akhidni bima nasitu va la turhiqni min amri usra. Bu dedi esimdan chiqib haligi gap kelishgan gap. Yo'lda so'ramaysan hech narsani. Hatto o'zim uni ta'bini aytmagunimcha deganda. Shuning uchun shoshdi Musa alayhissalom. Unga hech sabr yetmadi. Men deb esimdan chiqib shu aytgan so'zim dedi. Musa alayhissalom. Shuni endi meni esimdan chiqqan narsaga meni nima qiling dedi? Muohaza qiling, ya'ni qattiq ushlamang dedi. Buni aytsanamang dedi. Va meni dedim, mana shu qilganim uchun deb menga qattiqlik qilib haydavormang dedi. La turhiqni min amri usra degan mana shu ishimda menga qiyinchilikni, mashaqqatni qilib qo'ymang dedi. Sen haydavormang bo'ldi, sen talabingga yaramaysan ekan deb haydavormangchi deyapti. Qolganiga sabr qilaman dedi. Deganida yo'lga chiqishdi bular. Kemadan tushdi. Yo'lda yana ketayotganida
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. Yo'lda ketayotganida bolalar turdi. Bitta kichkina bola, balog'at yetmagan kichkina yosh bola shularga qatorda yurdi. Shu bir bolaga duch kelishdi. Hizr alayhissalom alayhi bola tushanda chekka olib o'ldirib qo'ydi. O'ldirganidan keyin Musa alayhissalomning jahllari chiqib, aqadarda nafsan zakiyatan bighayri nafs. Birovni o'ldirgan odamni jazo qilib o'ldirsang mayli, lekin hech kim o'ldirmagan bu bola. Pok nafs jon, toza jon. Qanaqa qilib o'ldirdingiz buni dedi. Laqad ja'aka shay'an nukra. Endi Ali Ismoil esdan chiqdi. Buni sizlar munkar ishlaydi. Aniq bilaman munkar. Musa alayhissalom aytdi. Bo'ldi endi. Ustoz bilan kelisha olmayapti. Munkar ish bo'lyapti. Avvalgisida esdan chiqib aytib lekin bu ko'rib turgan munkar qanaqa o'ldirasiz dedi. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra dedi. Aytmadimmi seni sabring yetmaydi dedi. Hizr alayhissalom aytdi. Aytmadimmi seni sabring yetmaydi dedi. Deganda Musa alayhissalom aytdi. In sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahhibni qad balagta min ladunni uzra. Agar bundan keyin bir narsa so'rasam, sherik qilmayman dedi. Mayli, sarflaychi nima bo'lar ekan dedi. Bundan keyin agar so'rasam, sherik qilmang. Men uzrim yetar joyiga yetib bo'lgan bo'lishim. Uzr aytgan o'rin qolmaydigan vaqt bo'ladi. Men shu oxirgisi deyapti. Degandan keyin yurgan yo'lda bir qishloqqa kirdi. Qishloqqa kirdi. Yo'lni ham qarama ochgan. Qishloqqa kirgandan keyin qishloq ahlidan qishloqda yashayotganlar biz mehmonmiz. Haqqimiz bor. Bizga taom beringlar dedi. Haqiqatan agar bir inson mehmon kelsa, qishloq ahli shu mehmonni taomlantirishligi, joy berishligi vojib bo'lib qoladi. Agar hech kim unga joy bermaydigan bo'lsa, taomlantirmasa, hammasi gunohkor bo'ladi. Shariat Musa alayhissalom shariatida shunday va bizning shariatimizda ham shunday. Bizning shariatimizda ham nima? Xuddi shunday. Shuning uchun man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu degan Payg'ambar alayhissalom. Kim Allohga iymon keltirgan bo'lsa, oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini hurmat qilsin degan. Hurmat qilish, joy berasiz, taom berasiz, xush muomala bo'lasiz, mehmonni hurmat qilsin degan. Allohga, oxiratga iymon keltirgan kishi deydi. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom masjidda o'tirganida bir notanish kishi kirib keldi. Sahobalar o'tirgan. Ya Rasululloh, men dedi g'arib, musofir kishiman. Yonimda hech narsa qolmagan deydigan. Meni bir kunlik mehmon qilib, bir kun ichida mana shu mehmon qilgan ovqat taom beradigan odam bormi? Payg'ambar alayhissalom darrov ayollarni kelib oldi. Qaranglar dedi, mehmonni kutaydi. Ayollarni kelib biror mehmonni kutishlikka taom bormi deganda ayollarning biri xabar yubordi. Bizning uyimizda bugun suvdan boshqa narsa yo'q. Ikkinchi ayolni kelib yubordi. Darrov so'raylar, bir mehmonni kutishlikka bugun bir odamga taom bormi dedi. Biznikida bugun suvdan boshqa narsa yo'q dedi. Payg'ambar alayhissalom uyimizda suv, faqat suv bor. Bu Sahih Muslimda, Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Subhanalloh, Payg'ambarlar kishining uyida bitta mehmonga qarnini to'ydiradigan taom bo'lgan. Shunda masjidda da'vat eshigi mashhur bo'lmagan. Uyimizda agar bir kunlik ovqatim bo'lmaganda men gapirdim deydi. Bugun dars yo'q. Nimaga ovqat yo'q? Dars yo'q dedi. Payg'ambar alayhissalomning ayollarni qarang, qana sardi. Ya Rasululloh, uyimizda bugun ovqat yo'q. Taom yo'q. Lekin Payg'ambar alayhissalomga chaqirib yuborib, tez taom keltirsin bizga degan emas. Sabr qilib o'tirgan. Keyin Payg'ambar alayhissalom qaradi, mehmonni kutadigan holat yo'q. Aytdi, "Yarhamulloh, Alloh taolo mana shu kishini, mehmonni kutgan kishini o'zining rahmatiga olsin. Alloh rahmat qilsin. Kim kutadi shu mehmonni?" dedi. Sahobiyalardan biri ba'zi Abu Talha dedi, "Ya Rasululloh, men kutaman." O'rnidan turdi. Chunki Alloh rahmatiga olsin degan duo. Alloh rahmatiga olsin. Payg'ambarning duosida
Yetadi, shu duoning o'zi yetadi. O'rib turdi, ya Rasululloh, men olib kutaman dedi-da, u yoq bu yoqqa qaragani ham yo'q. Haligi shunday ushlagancha uyga olib ketdi. Uyga olib keldi, o'ntuzdi. Keyin yugurib kelib ayolga aytdi, mehmonga beradigan narsa bormi? Hech narsa yugurib borib kelgan, keyin kelib turib mehmonga beradigan narsa bormi degan aytdi. Bolalarimizninggina qarshi qo'yadigan ozgina ovqat taom bor. Bir bolamizga yetadigan taom bor, boshqa narsa yo'q. Degan mayli dedi. Shuni dedi, istirga shunday qilib olib keling dedi. Taom dedi. Keyin dedi, mehmon vaqtida chiroqlar haligani, lampa chiroqlar. Shu mehmon dedi, taomni endi boshlayotganda haligi lampani dedi, nimasini yog'lari quyayotgan bo'lib, boshqa tuzatayotgan bo'lib, o'chirib qo'ying dedi. Shundan keyin ayoli haligi aytganida qildi. Mehmonni oldiga taom bo'lgandan keyin chiroqni o'chirib qo'ydi. O'chirib qo'ygandan keyin chiroq o'chib qolgan, o'nglab kelguncha olovlarni sovumasin, taom oling mehmon deydi. Mehmon qo'lini cho'zadi va Abu Talha qo'lini cho'zadi-da, bo'sh olib qaytadi qo'lini. Mehmon o'ylaydi, ya'ni yeyapti deb o'ylaydi. Behijolat mehmon olyapti. Va bu kishi ham qo'lini olyapti-da, tovoqni qo'lini bo'sh qaytaryapti. Mehmon xotirjam yeb to'ydi. Bular shu kuni hech narsasiz uxlashdi. Hech narsa yemasdan uxladi. Keyin ertadan Payg'ambar alayhisolamning oldiga mehmonni yetakab keldi. Olib kelgan vaqtida Payg'ambar alayhisolam aytdi: "Zahikallohu min sami'ati fulan va fulan." Kecha palonchi va palonchi ayolini otini aytib turib, shularning kuygan ishini tundagan ishi Alloh taolo kuldi dedi. Subhanalloh. Alloh taolo kuldi. Mashlarni qilgan ishidan Alloh taolo kuldi dedi. Alloh taolo bir bandasining rozi bo'lsa kuladi. G'azab qilgan vaqtda Alloh taolo kulmaydi. Demek ana shu insonlardan Alloh taolo rozi bo'ldi. Demak, Hizr bilan Musa alayhissalom qishloqqa kirib taom so'raganda qishloqdagilar taom bermadi. Hech kim taom bermadi. Tashqariga chiqib o'tirganida ne qarasa bir devor qulab ketay deb turibdi. Qulab deb turgan bir devorni ko'rdi, Hizr alayhissalom sekin bordi, haligi devorni qaytadan qo'parib, devorni nima qo'ydi? Qaytadan qurib qo'ydi. Ishlab qo'ydi devor. Ishlaganini ko'rgandan keyin Musa alayhissalom aytdiki, فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Ana endi bu ishingiz uchun dedi, yaxshi bir ish qildingiz dedi. Endi buni mukofotini so'rasangiz, pulini so'rasangiz arziydi dedi. Musa alayhissalom. Buni pulini olsangiz, hozir tamoman sotib olamiz. Arziydi endi dedi. Bo'ladi dedi. Deganida Hizr aytdiki, "Hada firaqu bayni va bayni." Mana shu gaping ikkimizni oxirgi ajratadigan so'z bo'ldi dedi. Ya'ni oxirgi so'z bilan ajratish, ikkimiz ajratishdik. Savunatika bi ta'wil ma lam tastati' alayhi sabra. Sen sabring yetmagan, sabr qilolmagan 3 ta voqea, u nima bo'ldi? Nima voqea? Endi buni batafsil men senga bayon qilaman dedi. Ta'vilini aytaman. Nima bo'lgan? Amma safina, amma birinchi bo'lgan voqea kema voqeasi. Kemaga minishdi bayon bo'ldi. Kema dedi bir miskin bechoralar zo'rg'a kunini ko'rayotgan edi. Lekin dedi, kema dengizda bir zolim bir kishi bor, podshoh bor dedi. Shu zolim podshoh sekinki chiqadida ko'zga ko'ringan kemalarni shunday bosib olib qo'yardi, o'ziniki qilib nima qilib olardi. Shuni dedi, men haligini shunday teshib qo'ydim dedi. Unga suv kirib yotgan vaqtda zolim podshoh keldi, qaradi, kema yaroqsiz, aybli kema. Aytdi, yaramaydi bu ishga. Amanglarga tashlaysiz. Haligilarga foyda bo'ldi deyapti. Haligilarga foyda bo'ldi. فعرضت عن عيبها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Uni aybli qo'yishni haqladi degani Hizr alayhisalom shu edi. Kemani bir nimasini teshib qo'yganligining sababi shu bo'lgan ekan. Keyin bolaga keladigan bo'lsak deydi, Alloh taolo menga bildirdi, vahiy qildi. Men o'zimcha qilayotganim yo'q deydi. Alloh subhanahu va taolo g'ayb ilmini ba'zi
rozi bo'lgan. Alimul g'ayb fala yuzhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasul. G'ayb ilmini Alloh biladi va g'ayb ilmini Alloh taolo hech kimga bildirmaydi. Faqat o'zi rozi bo'lgan payg'ambarga bildiradi g'ayb ilmini. Demak, Alloh subhanahu va taolo Hizr alayhisalomga bildirdi, "Mana bo'lgan bola" dedi. Kichkina bola dedi. Buni ota-onasi rosa menga ibodat qiladigan kishilar dedi. Ota-onasi musulmon kishilar dedi. Mo'min bular ota-onasi. Lekin shu bola agar shu bola qarasa dedi, kattaysa dedi, bu bola kofir bo'ladi. Alloh taolo bildirdi, bu bola tabiat qanaqa ekan. Buni qanaqa bo'lishini ham bilib turibdi Alloh taolo. Bu dedi kofir bo'ladi-da dedi. Keyin dedi, ota-onasini qiynab qo'yadi dedi. Ota-onasi dedi, bolasiga bo'lgan muhabbatidan dedi, dinni tashlab bolasining yo'liga yurib ketishi mumkin dedi. Shuning uchun bu bolani hozir o'ldirsak dedi, bu bolaga ketmagan gunohi yo'q, bu ham jannatga kiradi dedi. Uni o'rniga ota-onasiga bundan ham yaxshiroq zakovatli va rahimli bolani beraman dedi Alloh. Keyin Alayhisalom ham bola jannatga kiradi, ham ota-ona musulmon bo'ladi. Yaxshilik biz bilmaymiz nima narsa yaxshi ekan. Ba'za takrahu shay'an va huwa khayrun lakum. Bir narsani yomon ko'rasizlar sizlar, balki uni orqasida yaxshilik bordir deydi. Bir narsani sizlar yomon ko'rasizlar, orqasida yaxshilik, balki bir narsani yaxshi ko'rasizlar, uni orqasida yomonlik bordir deydi. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Bir odam bir farzandi o'lsa, demak uni orqasida bir yaxshilik bordir. Shu farzandni Alloh subhanahu va taolo yaxshilik tarafiga nima qildi? Gapida aytadi. Bu narsalar shu oyatdan keyin ko'p ulamolarning aytgan nimalari. Bir nimaga olib qo'ysangiz, masalan, mana shu hozir samolyotda uchib ketishingiz. Kelsangiz samolyotda uchib ketdi. Siz aytasizki, yomon bo'ldi deysiz. Endi achinasiz, nima qilasiz, juda endi o'zingiz yomon holatga tushib qolasiz. Shuncha joydan kelib uchaman desangiz, samolyot ketib qoladi. Lekin ozginadan keyin xabar kelib, shu samolyot portlab ketdi desa, xursand bo'lasiz. Yaxshi bo'lgan, yaxshi bo'lgan shunday deb qolasizda. Qaysi narsa bizga yaxshi, qaysi narsa bizga yomon, Alloh taolo uni bildirishdi. Keyin aytki, ammo devor masalasiga keladigan bo'lsak, devorning masalasi shu joyda ikkita yetim bola yashaydi. Shu shaharda, shu devorning yonida ikkita yetim bola yashaydi. Ota-onasi o'lib ketgan, hech kim yo'q. Ota-onasi solih, juda ham yaxshi bo'lgan. Ba'zilar aytadi, tug'gan otasi bo'lmasa ham, bobolari, undan avvalgilar solih bo'lsa, baribir shuning salohiyati ikkitasiga nima qiladi, foydasi nafsiga ekan. Solih, yaxshi insonlar bo'lgan, shundan deydi, bir xazina bor edi, devorni tagiga tashlab ketgan edi. Shu xazina bor edi. Agar devor qulasa, xazina ochilib qoladi deydi. Xazina ochilgandan keyin qishloqdagilar kelib, xazinani olib qo'yadi, bolalarga hech narsa demaydi. Otalari solih bo'lib o'tganligi uchun Alloh subhanahu va taolo shu bolalarni boyitishlik Alloh taolo shuni saqlab turgan ekan xazina. Bolalarga, yetimlar. Ana shunga deydi Alloh subhanahu va taolo, mana sşu nimani devorning ustiga qo'yib qo'ydim. Ha bolalar balog'atga yetguncha keyin devor qulaydi, keyin hazina chiqadi. Shuni Alloh subhanahu va taolo menga bildirdi. Mana bu narsalar dedi, sen buni ta'biriga sabr qilmagan narsalar shu edi. Uchta voqea Hizr alayhisalom bilan Musa alayhisalomning orasida bo'lib o'tgan voqea shu edi. Endi bu Qur'onda bizga Hizr alayhisalomdan Musa alayhisalomning qissasini aytdi. Bundan olinadigan, to'xtaydigan foydalar, mulohazalar yoki ma'lumotlar bor. Birinchisi, Hizr alayhisalom payg'ambar bo'lganmi yoki solih banda bo'lganmi? Solih bir qul banda bo'lganmi? Hizr alayhisalom kim bo'lgan degan savol. Hizr alayhisalom payg'ambar bo'lgan. Hizr alayhisalom payg'ambar bo'lgan. Mana shu aytgan hozirgi qissaning oyatlarini, siyohlari bizga Hizr alayhisalomning payg'ambar ekanini dalolat qiladi. Birinchi, fawajada abdan min ibadina, bizning bir bandamizni Musa bilan nima Yusha ibn topdi. Bir bandamiz de. Payg'ambar demayapti desa, Alloh taolo Muhammad alayhisalomni banda deb aytgan. Hamma bandalarni banda deb aytilgan. Banda deb aytilgan. Lekin min indina ataynahu rahmat. Biz huzurimizdan unga rahmatimizni berdik, ilmimizni berdik degani payg'ambarlikni degan Alloh taolo.
payg'ambarlikni berganligini aytadi. Ikkinchidan, Hizr alayhissalomga kelib turib, Musa alayhissalom sizga Alloh bergan ta'limni menga o'rgatasiz dedi. Agar u bir banda bo'lsa, yo bir avliyo bo'lganda, payg'ambar va kishi bir ma'sum bo'lmagan, avliyo ma'sum emas, gunohdan xoli bo'lmaydi. Gunohdan xoli bo'lmagan kishining ilmini talab qilishligi mumkin emas. Payg'ambar Musa gunohdan ma'sum, Alloh taolo saqlaydi uni gunohdan. Lekin agar Hizr alayhissalom payg'ambar bo'lmaganida, Hizr alayhissalom payg'ambar bo'lmaganida, uni oldiga kelib Musa alayhissalom menga ilm o'rgating deb o'tirgan bo'lmasdi. Keyingi oyatda yana aytadi, agar payg'ambar bo'lmaganida Hizr alayhissalom haligi bolani olib turib, kelajakda qanaqa bo'lishini bilmagan bo'lardi, o'ldirishi ham joiz emas edi. Alloh taolo vahiy bilan uni bildirdi. Vahiy bilan bildirdi. Va eng oxirgi to'rtinchisi payg'ambar ekanligiga dalillarning to'rtinchisi Alloh Hizr alayhissalomning aytgan so'zi va ma fa'altuhu an amri. Buni men o'z ixtiyorim bilan, ishim bilan qilmadim dedi. Demak, vahiy bilan qilingan. Vahiy bilan qilingan. Yana keyingi aytadigan demak Hizr alayhissalom payg'ambar. Hizr alayhissalom payg'ambar. Keyingisi Hizr nima uchun Hizr alayhissalomni Hizr deb ismlagan? Nimaga Hizr deb ismlagan desa, bu yerda sahih hadislarda keladi. Hizr alayhissalom qaysi bir o'simlik yo'q joyga, ya'ni hech qanaqa ko'p chiqmagan yerlarga o'tirsa, ya qurqoq qolgan bir narsalarning ustiga o'tirsa, bir pasda ko'k bo'lib o'sib chiqib ketavergan ekan. Shuning uchun Hizr degan ko'kalam degan ma'noni beradi. Hizr deb qayerga o'tirsa, nima bo'lar ekan? Ko'kab o'sib chiqar ekan, o'tlar boshqa narsa. Shuning uchun Hizr deb ismlangan. Uchinchi aytilganimiz Hizr alayhissalom hozirgi kunda bor tirikmi, o'lgan? Ha? O'lgan. Hizr alayhissalom tirikmi? Ha? Alloh biladi. Alloh biladi. Alloh alam. Alloh biladi. Hizr alayhissalom tirikmi? O'lgan. Tirik bo'lsa. Ha? İnsan degan payg'ambarlar hammasi o'lgan-ku. Oyatda kelgan emas, hamma payg'ambar insonlar o'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ham aytdi, xabar keladi, salom berasan degan. Hizr alayhissalomni ba'zi afsonalar biladi-da. U tirik ekan. Hizr uchrab qolsa deydi, ana endi gap bitdi. Hamma ko'karam bo'lib ketadi. Hizr uchrasa deydi, boyib ketasan deydi. Bir bechora kambag'al doim shu Hizr uchrasa deb o'tib ketadi, o'lib ketadi. Boyib emas. Ha, kecha Allohga agar duo qilganda ungacha boyitgan bo'ladi. Hizrni deydi, qana bilamiz Hizrni uchragan desa, salomlashganingda deydi, mana barmog'imni qachon qisib ko'rasan. Suyagi bo'lmaydi barmog'ida deydi. Agar shu barmoqda suyagi bo'lmaydi, yumshoq bo'ladigan bo'lsa, o'sha Hizr deydi, maktab tilagin qilaversan. Endi Allohga salomat, hozir hamma bolalar tug'ilyapti-da. Biroq suyagi yo'q, biroq nasab yo'q. Birov olti bandalik bolalar tug'ilyapti. Bitta shunaqaga tushib qolsangiz bitdingizda. Sen Hizrsan, berasan deb turib olsangiz. Bu demak, mana shunaqa afsonalar, bu tirik, unaqa degan afsonalar hammasi yolg'on. Hizr payg'ambar bo'lgan va u kishi vafot etgan u kishi. Mana Alloh subhanahu va taolo aytgandek, "Va ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld." Sizdan avvalgi biror insonga abadiy mangu hayotni qo'ymadik dedi Alloh taolo. Anbiyo surasida biror insonga abadiy hayot berilmagan bu dunyoda. Bu dunyoda demak hammaga o'lim berilgan edi. Va yana Alloh subhanahu va taolo Qur'onda "Va yaqallohu mithaqan nabiyyin." Alloh taolo o'tgan payg'ambarlarning hammasidan paymon olgan ekan. Va'da lima ataytukum min kitabin wa hikma, sizlarga kitob hikmat berilgandan keyin undan keyin shularni tasdiqlagan bir payg'ambar kelsa, ya'ni oxirgi zamon payg'ambar Muhammad alayhisalom kelsa, unga iymon keltirib, unga nusrat yordam berasizlar degan. Agar Hizr tirik bo'lganida payg'ambar alayhisalomga iymon keltirgan bo'lish kerak edi. Payg'ambar alayhisalom Hizr keldi menga iymon keltirdi degan bo'lish kerak edi. Va janglarda, Badr jangida farishtalar tushib jangda qatnashgan, Hizr ham shu yerda qatnashgan bo'lish kerak. Demak, bu narsalar yo'q deyapti. Shuning uchun Hizr bu vafot etgan va payg'ambar alayhisalom boshqa hadislar
hadislar keladi. Bir kuni payg'ambar alayhisalom umrlarining oxirida aytdiki: "Ara'aytukum laylatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sana la yabqa mimman ala dhahri ahad." Men shu kechani ko'rdinglarmi dedi sahobalar. Ha degandi, men shu bugundan boshlab 100 yil o'tganda bugun yashayotgan odamlar hammasi vafot etgan bo'ladi dedi. Ya'ni 100 yil ichida o'ladi dedi. Demak, agar Hizr shu vaqtda bo'lganida 100 yil ichida o'lib ketgan bo'lardi. Payg'ambar alayhisolamning hadislari Hizrning vafot etganligiga dalolat qiladi.